Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan yana men Arkbuloq bozorida joylashgan do'konimizdan obzor olishda davom etmoqdamiz. Azizlar, bu yerda mana klientimizga Rof motoblogini yig'ish jarayoni ketmoqda. Kadar yapıp koyattık ya. Nama tabağı diye oldu. Havası var. Dedi o adam gazını bossun. Mana azizlar endi davat qilyapmiz. Xalosoyligiga e'tibor bering. Mana yurg'ichga xalosoyga e'tibor bering. Endi keling. Bo'ldi. Xalosoy turibdi. Endi qarang. Bu patsos, benzin kraynik. Beko qarama-qarshi turadi, torting. Ha bayağı ne oldu? Pervon mo'jiza edi. Bo'ldi. Hadi gel torting. O'shanlarda tortingni o'shanlarni ichiga qaytarib torting. Bo'lmasa 3 soatlik pervonga o'tib qoladi. Mana azizlar, haydang, qo'yavering. Yo'q. Ha. Bu zadniy xod bu. Xalosoyda turganda qissangiz orqaga yuradi. Mana. Buring. Ha. Aka, bizlarni qayerdan topib keldingiz? Ben YouTube orqali kontentlaringizni ko'rib kelaydim. O'sha orqali keldim. Aytgan narxlaring, boshqa qulayliklari zo'r ekan. Xizmatlari yaxshi. Boshqa nima deymiz? Podpiska bosib, like'larni bosib, xudo xolasa kelaveradi. Do'stlarga tarqatib qo'yamiz, ha? Tarqatamiz. Arkbuloq, Toshkent shahar, manzilimiz Arkbuloq bozori. Sizlarni kutib qolamiz.